Assalomu alaykum aziz gruppadoshlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana qo'lsalarim bir vaqt aytdim. Holatini har doim ko'rsatib boraman deb. Mana qarang. Ilgariskilarim katta bo'lyapti, gullar ochilyapti. Bular meni agarodim. Hozir xudo xolasa sizlarga batafsil tushuntirib boraman. O'rtoqlar, şöyle dalaga tuvaki bilan gul ekkanman. Bunaqa kam quvvat degan gul, qarang, tuvagi bilan ekib qo'yibman. Rosa o'syapti. Tuvagini kattaroq tuvakka o'tirib yerga ekib qo'yibman. Xudo xolasa kuzda olgan payti sizlarga ko'rsataman nechik bo'lgan. Mushkambar guli. Buni ham yerga ekib qo'yibman shu yerga. Kuzda olgan vaqtda ko'rsataman. Tuvagi bilan qanday ekasiz deganlar bahorda ekkan payti ko'rsatganman. Xudo xolasa kuzda olgan payti ham ko'rsataman. Bular meni daladagi gullarim. Tashqaridagi. Ko'rdingizlarmi? Mana shunday liliyalar ochilib so'lgan. Bular xrizantemalar. Erta bahorda ochiladigan xrizantemalar mana so'lyapti. Yana bitta gap aytaman. Mana shu xrizantemani kesdim. Qayta kuzda yana gullimakan deb. Yana shu xrizantemadan endi probalar kesdim. Qayta yana gullasa, xudo xolasa har doim kesaman gullab bo'lgandan keyin. Kameliya gullaringiz tashqaridan chiqib turibdi. Ekkanda ko'rsatdingiz, holatini ko'rsating debsizlar kommentariyada. Yana bu detkasi. Kameliya gul ekib, teyini qaralar tashab, har ikki kunda sug'orib turibman. Bular qalonxo'ya gullar. Shoxchalarni sindirib tiqib tashab qo'yibman, o'syapti. Yana birisi kameliya gulining qarang. Bunchalarni qarang. Bunchalarni ochilib dökildi. Qayta bunchalarda tagindagi qara qarang. Shuni yaxshi ko'rar ekanman. Xudo xolasa bargina e'tibor etmanglar. Tashqarida bo'lgandan keyin chang bo'lib yotibdi bargi. Xudo xolasa. Mana bu roza gullarim. Eski rozalar tuvagi bilan ekib qo'yibman. Xudo xolasa kuzda shular ham ko'rsataman. Mana bu sanseveriya minshayi. Tuvakda o'zine kelavermedi. Yere ektim. Adini juda zo'r bo'lib borayotir. Yine bu ham sariq ochiladigan kitayskiy roza gul. Buni ham tuvagi bilan ekib qo'yibman. Buni ham tuvagi bilan. Xudo xolasa kuzda olganda ko'rsataman. Bularni ham tuvagi bilan ekib qo'yibman. Bular shunchaki yere ekilgan, chunki bular joni sabil vajlar. Nechkina eksangiz ham yana tutib ketaveradi. Uydan boshqa edam qarang. Yine bahorda ekdim, detkasini qarang. Yine detka chiqarib yotdi. Kuz sovuq tushuncha yine detkasi. Sovuq tushuncha bir xushro'y sanseveriya bo'lib o'sib ketadi bular, xudo xolasa. Keyin ichkariga kirgizib olaman, xudo xolasa. Yana bir bor assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. İjtimoiy tarmoq kuzatuvchilar, mana asarlarim, Gavhar onangiz savollaringizga binoan video etib javob beryotir. Kameliya guli tashqaridan chiqib bo'ldi, tuvak bilan ekkan gullaringiz qanday bo'ldi degan savollaringizga javob beryotirim. Hozir kitayskiy rozalarim bu yandagi qirqib ekib tashlaganlarim ham ko'rsataman, xudo xolasa. Bir dona like, fikrlaringizni ayamanglar, obuna bo'linglar, hammalaringizni yaxshi ko'raman, xudo xolasa. Bu tashqaridagi daraxt gulli. Chiroyli bo'lib gullab yotibdi, xudoga shukr. Ajoyib. Qanday go'zal. Qo'lingiz bilan yaratasiz go'zallikni, xudo xolasa, ajoyib. Mana bular kitayskiy rozalar. Qat-qat bo'lib ochiladigan xili
Bahorda ekkan vaqti şuradan kırptım. Karam kırkıp ekip taşadım. Yangi to'rlar chiqarib, chiroyli bo'lib o'sib yotibdi, xudo xolasa. Deyishma 6 deb. İchkarida 4 deb baba, ular katta. Ularni qirqib tashqariga ekkanman. Shu gul ham o'ta ajoyib gul, nomini bilmayman. Lekin kuzda qip-qizil bo'ladi mana shu nimalar. Hozir ko'k. Ne chiqsa? Bular roza gullar. Bahorda bir gullaydi. Qayta yana gullardi. Xudo xolasa kuzda yana gullaydi bular. Suv tushilmay ko'p gullaydi. Tashqaridagi o'lidagi gullarimning holatini ko'rsatib beribman sizlarga. Gavharana, uyingizni tashqaridan holatini ko'rsating. Eldindagi gullar hammasini birato'la tushirib ko'rsating deb yozibdi ko'p odam kommentariyaga. Ina uyimni tashqaridagi holati. Shu mening uyim. Eng pastdagi derazada gullar. 500 tuvak gulim bor shuda. Bu tashqaridagi gullar bular. Sizlarning savollaringizga binoan olib beribman. Bu yerda dekorativ daraxtlar bor, gullar bor. Shu daraxtni gul deb sotadi menga, nima ekanini bilmayman. Gul emas ekan, chirmasi bo'lsadigan, achiradigan gul deb sotadi, lekin o'ta go'zal daraxt ekan. Majnun to'lam emas. Bir yilda shuncha bo'lib ketdi, behor narsa ekan. Yana erta bahorda ekvadim, katta gujim bo'lib ketdi. Mabodo buni nomini biladiganlar bo'lsa, yazsangizlar bo'ladi. Shuni barglari buralgan chiqtirib beracak. Xudo xolasa. Yana tashqarisini ham ko'rsatdim. Hammangizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Shunday joyda yashaydigan yeringizni ko'rsating deb ekansizlar. Yaqinda asfalt bo'ldi. Ko'chamiz chiroyli bo'ldi. Buni ko'rsatib berasim keldi sizlarga. Hammangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.